Diqqat! Makka va Madina xavf ostida qoldimi? Saudiya Arabistonda 30 yildan beri ilk bor qor yog'di. 18-dekabr kuni Saudiya Arabistonining ayrim hududlariga kutilmagan tarzda qor yog'di. Ma'lum qilinishicha, mamlakatning shimoli-g'arbiy va markaziy qismlarida qor yog'ishi kuzatilgan. Mahalliy Ar-Riyod va uning atrofida qor yog'ishini kamyob hodisa deb atagan. Al Arabiya telekanali esa bu voqeani tarixiy deya baholab, taxminan 30 yildan beri bunday holat qayd etilmaganini eslatgan. Qor yog'ishidan oldin sinoptiklar havo haroratining keskin pasayishi haqida ogohlantirgan. Shuningdek, mamlakatning ayrim hududlarida do'l va kuchli momaqaldiroq sababli qizil va to'q sariq darajadagi ob-havo xavfi e'lon qilingan. Maqolada aytilishicha, arab mamlakatlarida sovuq tushishi va kuchli yomg'irlar bilan kechayotgan kuchli ob-havo depressiyasi kuzatilmoqda. Ayrim joylarda qor yog'moqda.